Metodimiz turli so'zlar aytaman va siz ot, sifat, son, fe'l aytaman. Siz ana shunda aynan faqat bugungi mavzuyimizga fe'l bo'lgani uchun aynan fe'lga qarsak chalasiz, qolganiga qarsak chalmaysiz. Tushunarli? 20. Kim qarsak chalsa, o'yindan chiqib qo'lini partiyaga qo'yib o'tiradi. Xo'p? Gul keldi. Kitob barmoq yozdi, o'qidi. Tuvak doska 4D sinf yugurdi, bordi. Televizor qarsak chalgan qo'lini partiyaga qo'yib qatnashmaydi o'yinda. Elektron doska mel yondi, ochildi. Kartoshka